Mustaqil sayohat qilganda siz отдельно bilet olasiz. Keling, masalan, shu narsani shunda o'zi bitta ko'rib chiqsak. Uzayirways saytiga agar bilet olaman deb kirsangiz, agar hattoki Istanbulga boraman desangiz ham yoki Dubayga boraman desangiz ham, tunda обратно biletingiz $550 yoki $450 boshlanadi. Bu faqat biletingiz. Qo'shimcha siz yana transfer olishingiz kerak, otel olishingiz kerak. Turagentlar bilan qanaqa bo'ladi? Siz turagentlar bilan to'liq paket olasiz. Ular уже tayyor paketlari bugungi kunda $400 yoki $300 bo'lyapti. $300 ichida ham aviaperelyotingiz bor, ham turar yashash joyingiz bor, ham sug'urtangiz bor, ham страховканgiz bor, ham u yerda gidingiz bo'ladi, ham siz u yoqqa borganda 24 soat siz bilan birga doimiy maslahat bo'ladigan o'zingizni shaxsiy menejeringiz bo'ladi. Turagentlar biladi, qaysi payt arzon bo'ladi, turlar qaysi payt qimmat bo'ladi. Masalan, siz bilmaysiz, siz doimiy har kuni otellarning narxini ko'rib yurmaysiz. Biz har kuni otellarning narxini ko'ramiz. Masalan, ba'zidan kelishadi, menga shu otellik qilib bering, shu narsani qilib bering, shu oilada примерно deydi-da. Biz o'zimizning sistemamiz bor. O'sha sistemaga qaraymiz-da, aytamizki, mana bu chisloda menimcha arzon narx bo'lyapti. Siz shu chisloda keting deymiz biz. O'sha narsani biz maslahat beramiz. O'shani ichida bo'lganligimiz uchun. Ham puldan yutasiz, ham vaqtdan yutasiz, ham bemalol maza qilib borib kelasiz. Sayohatmi sayohat bo'ladi.